Migratsiya siyosatida keskin o'zgarish. Rossiya ichki xarajatlarni qoplash uchun bojlarni oshirishga tayyorlanmoqda. AQSh harbiysi o'ta maxfiy sirlarni oshkor qildi. Rossiyada saylovoldi keskin ritorika. Vladimir Putin nomzodlarga murojaat qildi. Xotinchang qalay. Donald Tramp shahzoda Garrini Ukraina tashrifidan keyin keskin tanqid qildi. G'arb umidlari puchga chiqdi. Eron mojarosi Rossiyaning Fors ko'rfazi davlatlari bilan munosabatlariga qanday ta'sir qildi? G'azoda yo'llarni asfaltlash uchun urush vayronalaridan foydalanilmoqda. Migratsiya siyosatida keskin o'zgarish. Rossiya ichki xarajatlarni qoplash uchun bojlarni oshirishga tayyorlanmoqda. Rossiya hukumati chet el fuqarolari uchun davlat bojlarini sezilarli darajada oshirish to'g'risidagi qonun loyihasini qo'llab-quvvatladi. Moliya vazirligi tashabbusiga ko'ra, fuqarolikni olish va undan chiqish narxi 4200 rubldan 50 ming rublgacha deyarli 12 barobar oshishi mumkin. Shuningdek, quyidagilarni oshirish taklif etilmoqda. Mamlakatga kirish uchun taklifnomani rasmiylashtirish 960 rubldan 8 ming rublgacha, vizalar 1200 dan 2000 rublgacha, ko'p martalik 6000 rublgacha, vaqtincha yashash uchun ruxsatnoma 15 ming rublgacha, doimiy yashash guvohnomasi 30 ming rublgacha, alohida ravishda talabalar uchun yashash ruxsatnomasi narxini 8 ming rubl etib belgilash rejalashtirilmoqda. Shuningdek, xorijiy ishchilarni jalb etish uchun to'lov 15 ming rublgacha oshishi mumkin. Yo'qolgan yoki yaroqsiz holga kelgan vaqtincha yashash hujjatini almashtirish uchun 5 ming rubl miqdorida jarima joriy etish taklif qilinmoqda. Ta'kidlanishicha, bojlar oshirilishidan kutilayotgan budjet daromadlari hajmi 2026 yil 1-iyuldan boshlab yiliga taxminan 7,9 milliard rubldan, 2027 yil 1-yanvardan esa 15,5 milliard rublni tashkil etadi. Qonun loyihasiga ko'ra, ilova qilingan tushuntirish xatida ta'kidlanishicha, o'zgarishlar ichki ishlar organlari katta moliyaviy xarajatlarga duch kelayotgani, jumladan tekshiruv tadbirlarini o'tkazish, chet el fuqarolari va ular oladigan maqomlarni ma'lumotlar bazasiga kiritish bilan bog'liq xarajatlar sabab zarur. Rossiya qurolli kuchlari bilan shartnoma tuzgan va maxsus harbiy xizmatni o'tagan chet el fuqarolari yashash guvohnomasini rasmiylashtirish yoki fuqarolikni olish bilan bog'liq bojlardan ozod etiladi. AQSh harbiysi o'ta maxfiy sirlarni oshkor qildi. Pentagonning kimyoviy himoya bo'yicha yuqori lavozimli mulozimi Andrew Hag maxfiy ma'lumotlarni oshkor qilganlikda gumonlanib, vaqtincha xizmatdan chetlatildi. Bu haqda yashirin tarzda suratga olingan video e'lon qilingach ma'lum bo'lgan. Ma'lumotlarga ko'ra, yashirin video lavhada Andrew Hag tanishuv sayti orqali uchrashgan qizga o'ta maxfiy ma'lumotlarni ochiqlagani aks etgan. Hag suhbat davomida Ukrainaga ajratilgan mablag'larning o'marilishi, AQShda hamon taqiqlangan zarin gazi zaxiralari mavjudligi va Merildagi laboratoriyada xavfsizlik qoidalari buzilgani haqida so'zlab bergan. Mulozim ushbu gazdan yaqinda kimyogarning halok bo'lganini ham qo'shimcha qilgan. Shuningdek, u AQSh yadro arsenalining joylashuvi va Washingtonning Eronga nisbatan yadroviy strategiyasiga oid sirlarni ham oshkor qilgan. Hag Washington Eron oliy rahbari Mujtaba Xomanayini jismonan yo'q qilish imkoniyatlarini ko'rib chiqayotganini inkor etmagan. U agar Xomanay noo'rin harakatlar qilsa nishonga olinishini bildirgan. Bundan tashqari, u Eronning Minob shahridagi maktabga qilingan hujumda AQShning bevosita ishtiroki borligini tasdiqlagan. Urushda bolalar doim o'ladi degan Hag. Video e'lon qilingandan so'ng urush vaziri Pete Hegseth Andrew Hagning tizimdan chetlatilganini ma'lum qildi. Andrewga nisbatan davlat sirlarini oshkor qilish moddasi bo'yicha jinoiy ish ochilishi mumkin. Rossiyada saylovoldi keskin ritorika. Vladimir Putin nomzodlarga murojaat qildi. Kreml rahbari bu yil 9-chaqiriq Davlat dumasiga saylov o'tkazilishini eslatib, bo'lajak nomzodlarga ham federal ham boshqa darajadagi saylovda omad tiladi. Shu munosabat bilan Aleksandr Isayevich 1994-yilda Davlat dumasida aytgan so'zlarini eslatib o'tmoqchiman. Aleksandr Isayevich shunday deydi: "Hokimiyat bu partiyalar raqobatidagi o'lja emas, bu mukofot emas, bu shaxsiy shuhratparastlik uchun ozuqa emas. Hokimiyat bu og'ir yuk, bu mas'uliyat, majburiyat va mehnat. Menimcha juda o'z vaqtida, juda aniq aytilgan", deydi Putin. U o'z nutqi davomida parlament a'zolariga ular nafaqat qonun chiqaruvchi, balki vakillik hokimiyati ekanini va qonunlarni qabul qilar ekan, ularning ijrosini nazorat qilishi, buning uchun esa odamlar bilan doimiy aloqada bo'lishlari kerakligini eslatdi. Ularning fikrini eshitish va hurmat qilish, qonunlar hayotdan uzilib bo'lmasligi uchun real, hatto ba'zan oddiy tuyulgan vaziyatlardan uzoqlashish, mas'uliyatni o'z zimmasiga olish va odamlar manfaati yo'lida tezroq qaror qabul qilish kerak, deb qo'shimcha qildi prezident. Uning so'zlariga ko'ra, bugungi kunda parlamentdagi barcha partiyalar, barcha hududlar asosiy masalalar bo'yicha hamjihatlik bilan yagona pozitsiyada chiqmoqda. Xotinchang qalay. Donald Tramp shahzoda Garrini Ukraina tashrifidan keyin keskin tanqid qildi.
Donald Trump Britan shahzodasi Garrining Ukraina mojarosini hal etishda AQSh roli haqidagi tanqidlarga qattiq javob qaytardi. Bu bahsga Garrining Ukrainaga qilgan tashrifi sabab bo'ldi. Britaniya shahzodasi Garri bilan hatto o'z otasi va akasi ham muloqot qilmayotgani aytiladi. Uning rafiqasi Meghan Markle esa o'z brendi ostida murabbo va oshxona buyumlari sotishga urinishlari uchun ko'plab masxaralarga uchramoqda. Yaqinda juftlikning Avstraliyaga tashrifi katta muvaffaqiyatsizlikka aylandi. Bu safar soxta qirollik tashrifi deb baholandi. Ayniqsa Meghan marhum prinsessa Dianaga tegishli soatni taqqani uchun qattiq tanqid qilindi. Tanqidchilarga ko'ra, Markle Diananing nufuzidan foydalanishga uringan, ammo u haqiqiy qirollik oilasiga hech qanday aloqasi yo'q. Shu bilan birga u ayollar uchun tashkil etilgan wellness retreatlarida qatnashish huquqini minglab dollarga sotgan va Avstraliyada uy ro'zg'or mahsulotlari brendini reklama qilgan. Shu orqali imijini tezda tiklashga uringan Garri e'lon qilinmagan tashrif bilan Ukrainaga bordi. Kiyevda uni kutib olganlar bilan quchoqlashgan holatlari ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqaldi. U Kiyev xavfsizlik forumiga taklif etilgan edi. U yerda shahzoda jo'shqin nutq so'zlab, Rossiyaning yo'nalishini o'zgartirishga, G'arbni esa Ukrainani qo'llab-quvvatlashda qat'iyat ko'rsatishga chaqirdi. Shu bilan birga Garri Donald Trumpga ham tanqidiy murojaat qildi. Amerika xalqaro majburiyatlarni bajara olishini ko'rsatishi kerak deydi u va nutqini Slava Ukraina so'zlari bilan yakunladi. Bu bayonot amerikalik jurnalistlar e'tiboridan chetda qolmadi. Navbatdagi brifingda ular Trumpdan AQSh Ukraina mojarosini tugatish uchun yetarli harakat qilmayaptimi degan savolni berishdi. Trump esa keskin javob berdi. U avvalo Garrining xotinchasi ahvolini so'radi va shahzoda Britaniya nomidan gapirish huquqiga ega emasligini ta'kidladi. Bu holat hayot sifatiga ta'sir qilyaptimi? Oilaviy hayotda zaiflik, stress va ishonchsizlik olib kelyaptimi? Vulkan erkak kuchi va ishonchining yangilangan manbai. Prostata bezi adenomasi surunkali prostatitdan qutulishga yordam beruvchi ishonchli formula. Atigi 5-7 kun ichida natijasini sezasiz. O'zingizni yengil va ishonchli his eting. Vulkan siz izlagan tabiiy yechim. G'arb umidlari puchga chiqdi. Eron mojarosi Rossiyaning Fors ko'rfazi davlatlari bilan munosabatlariga qanday ta'sir qildi? AQSh, Isroil va Eron o'rtasida boshlangan Fors ko'rfazi davlatlarini ham qamrab olgan harbiy mojaro ortidan G'arb matbuotida bir fikr tez-tez takrorlandi. Go'yoki Tehronning asosiy hamkorlaridan biri bo'lgan Rossiya bilan arab monarxlari o'rtasidagi aloqalar izdan chiqadi. Sabab sifatida Moskva Eronga bosim o'tkazishga qo'shilmagani, aksincha Tel Aviv va Washington operatsiyalarini asossiz bahona deb keskin qoralagani ko'rsatildi. Ammo amalda bu taxminlar o'zini oqlamadi. Yaqinda Fors ko'rfazi arab davlatlari hamkorlik kengashi bosh kotibi Josim Al-Budayviy Politico nashriga bergan intervyusida Rossiya bilan munosabatlari strategik ustuvorlik bo'lib qolmoqda deb ta'kidladi. U Bryusselning arab monarxiyalari Yevropaning Moskvaga qarshi izolyatsiya siyosatiga qo'shiladi degan umidlarini o'rinsiz deb atadi. Al-Budaywiyga ko'ra, mintaqa davlatlari o'z tashqi siyosatini faqat milliy manfaatlar asosida qurmoqda. Shu bilan birga u Yevropa ittifoqini ham mojaroni hal qilishda faol vositachi bo'lishga chaqirdi. Ma'lumotlarga ko'ra, 2021-yildan buyon Fors ko'rfazi davlatlari Bahrayn, Qatar, Kuvayt, Saudiya Arabistoni, Ummon va Birlashgan Arab Amirliklarining Rossiya bilan savdo hajmi 7 barobarga oshgan. Rossiya va Xitoyning BMT xavfsizlik kengashida Hormuz bo'g'ozi xavfsizligi bo'yicha rezolyutsiyani qo'llab-quvvatlamagani ham munosabatlarda yoriq paydo bo'ladi degan taxminlarni kuchaytirgan edi. Biroq Rossiya Tashqi ishlar vazirligi bu pozitsiyani shunday izohladi. Bir tomonlama rezolyutsiya qabul qilinishi muzokaralar jarayonini izdan chiqarishi va mojaroni yanada kuchaytirishi mumkin edi. Vaqt ko'rsatdiki, aynan shu yondashuv o't ochishni to'xtatish va muzokaralarni boshlash uchun sharoit yaratishga xizmat qildi. Ayrimlar Ukraina prezidenti Zelenskiyning mintaqadagi tashriflarini ham Rossiyaga qarshi ittifoq sifatida ko'rsatishga urindi. Ammo Rossiya Tashqi ishlar vazirligi vakili Mariya Zakharova buni asossiz talqin deb atab, Ar-Riyod va Dohaning Kiyev bilan aloqalari Moskva manfaatlariga zid emasligini bildirdi. G'azoda yo'llarni asfaltlash uchun urush vayronalaridan foydalanilmoqda. Falastinliklar Isroilning G'azoga 2 yillik hujumi davomida vayron bo'lgan ko'chalarni qayta asfaltlashga kirishdi. Buning uchun urush xarobalaridan foydalanilmoqda. BMT loyihasi doirasida beton va metall parchalari maydalanib yo'llarga to'shalmoqda. Aholi buni vayron bo'lgan shaharlardagi tiklashdagi birinchi qadam sifatida baholadi. BMT taraqqiyot dasturi tomonidan boshqarilayotgan loyiha AQSh prezidenti Donald Trampning G'azo bo'yicha rejasi to'xtab qolgan bir vaqtda amalga oshirilmoqda. Trampning rejasi Isroil va Hamas o'rtasida 2025-yil oktyabr oyida tuzilgan sulhga tayanib, anklavga katta yordam berish va uni noldan qayta qurishni ko'zda tutgandi. Hozirda BMT va falastinliklar mavjud texnikalar yordamida tog' bo'lib uyilgan vayronalarni tozalashga kirishgan. Rasmiylarning aytishicha, bu chiqindilar suv quduqlari va shifoxonalarga borishni to'sib qo'ygan. Shuningdek, bu iqtisodiyotni qayta tiklashga xalaqit bermoqda. Biz nafaqat vayronalarni yig'ishni, balki ularni saralash, maydalash va qayta ishlatishni ham boshladik. Qancha yig'gan bo'lsak, deyarli shunchasini qayta ishlatdik, deydi
Mrakich. Rasmiylarning bildirishicha, vayronalar ostidagi yashirin xavflar ish sur'atini pasaytiradi. Chiqindilarni olib tashlashdan oldin hududlar portlamay qolgan snaryadlardan tozalanishi kerak. Bu ishlar BMTning minalardan tozalash xizmati bilan muvofiqlashtirilgan holda olib boriladi. Boshqa daromad mobayin bo'lmagani uchun shu ishni qilyapman. Ish joyim Isroil va Hamas o'rtasidagi sulh chizig'iga yaqin. Shu sababli Isroil tomonidan otilgan tasodifiy o'qlarga nishon bo'lish ehtimoli bor, deydi 32 yoshli Ibrohim al-Sarsaviy. Sizga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz hozircha mana shulardan iborat edi. Dunyo yangiliklaridan uzoqlashmang. Salomat bo'ling.